kelajakda islomda ilmiy, dunyoviy ekanligiga inontirishimiz kerak. Bizim maqsadimiz ilmimizni, buyukligimizni kelajagimizga, yoshlarimizga ilmiy asosda o'rgatish. Barhayot, bag'ri keng, tinchlikka qaragan ilmni o'rgatmoqchimiz. Inson har daqiqada o'zini ongi bilan bilim izlashga harakat qilsa, hech qachon kam bo'lmaydi. Shuning uchun bu zalimiz ham yangi O'zbekiston, ham 3-Renessans poy devori deb ataladi. Biz bu yerda eng zamonaviy O'zbekistonning turli faoliyatlar bo'yichagi salohiyati bilan tanishamiz. Hammasi odamlar uchun. Chegaralarni ochamiz. Bu kuchli iqtisodiyot. Bu katta g'oyalar mamlakati. Bu ochiq ufqlar mamlakati. Bugun bu yerda yangi tarix tug'iladi.